Adasi choy ichib oldingiz a? Ha, ichdim. Ovqatingizni tayyorlab qo'ydim. Xo'p. Shu mebelchilarga mebel qo'yishidan oldin gapirganim. Shu balandroq qo'ysanglar, maza qilib qarayman. Qara, egilish mumkin. Ataylab meni bo'yimga moslashtirgansiz-da. Ha. Voy, keling. Ha, mayli. Voy. Haligi. Xo'p. Adajonisi. Xo'p. 300-400 ming tashab keting. Nimaga? Ojon tug'ilgan kunlariga bir yaxshiroq narsa olsam degandim. Hali xabaring bor. Men o'sha olganim yo'q. O'zi rejalashtirib qo'ygan edim, chunki har yili bir kattaroq narsa qilib berishi. Endi bu safar ham sal anaqa qilib turaylik. Chunki keyingi yilga kattaroq nimadir olib beramiz. Ungacha lavozim ham pul ham oshib qoladi. Mayli kuya, lekin opajon doim yaxshiroq sovg'a qilib meni uyaltiryaptilar. Agar o'zimizdan baland insonlarga qarasak, shunaqa xafa bo'laveramiz hayotdan. Qo'yning cho'ktirma, hozirsanchi. Amallab Nilufar nimadir qilib turgan. Maoshgacha anaqa qilib olaylik, yetib olaylik. Xo'p? Boringga shukr. Yuring. Xo'p. Yaxshi borib keling. Mayli, yaxshi o'tir. Nilufarxon. Voy, assalomu alaykum ojon. Va alaykum assalom. Choyingiz tayyormi? Ha, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Haligi oyijon, arzimasa ham tug'ilgan kuningizga bizdan sovg'a. Tabriklayman. Rahmat. Ovora bo'psiz-da. Ovorasi bor ekanmi? Siz bundan ham zo'riga arziysiz. Oyijon, nima ichasiz? Choy yoki qahva? Choy damlay qoling. Xo'p bo'ladi, hozir. Hormanglar. Oyijonim, jonim o'zimmi, mehribonim. Tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga iloyim sog' bo'ling oyijon. Rahmat, Bu qizim, sizga rahmat. maxsus Turkiyadan keltirilgan. Nima bu? Qani ko'ring-chi oyijon. Bahosini bir beringchi. Voy, Siz eng sevgan rang oyi asl mol. aylanib ketay sizdan. Juda ham chiroyli ekan. Voy, juda qimmat bo'lsa kerak-ya bu. Oyijon, nima deganingiz? Puli haqida siz umuman gapirmang. Siz bundan ham qimmatiga, bundan ham yaxshisiga loyiqsiz. Men shunaqasidan orzu qilib yurgandim. Ichim sizda, aylanib ketay sizdan. To'g'rimi, Nilufarxon? Ha, siz bundan ham zo'riga arziysiz. Choyingizga qarang. Haligi opes choy ichib ketsin, ishga ketadi. Xo'p bo'ladi. Rosa qo'rquvdim, Istanbuldan ishqilib yetib kelsin deb. Yetib keldi, Xudoga shukr, niyatingiz xolis ekan. Rahmat qizim, baraka toping. Topgan tutganingizga Xudoyim o'zi baraka bersin. Yoqdimi oyijon? Voy, juda ham yoq. Opajon, choy ichasizmi yoki qahva? Oy, menga qahva damlang. Qahva? Aha. Hozir. Faqat anaqa suvni ko'p quyib yubormang iltimos sizdan. Xo'p. Shakar solmang. Xo'p. Oyijon, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Oling, mablardan yeng qizim. Oling. Tug'ilgan kuningizga nima rejalar? Tug'ilgan kunda Xudo xohlasa, katta qilib o'tkazamiz. Uyga dam olish kuni mehmonlarni chaqiramiz. Xo'p. Stollar ustini shohona qilib bezatasizlar. Xudo xohlasa. Kelganlari og'zi lang ochilib qolsin. Mana opajon, Oling. Nima damlaringiz, Nilufar? o'zingiz qahva dedingiz-ku? Boshqadan damlab bering, boring. Bo'ling, darrov boshqasini damlang. Xo'p. O'zingiz ichib borarsiz. Siz Qahva damlab o'rganmaganda o'zingiz. Menga qarang, siz umuman xavotir olmang. Tug'ilgan kuningizni dasturxonini shunaqa shohona qilib bezatib beraman. Hali umuman ishlatilmagan sarpadagi idishlarim bor-ku, hammasini qo'yib tashlaysiz. Kelganlar og'zi lang ochilib qoladi. Duv-duv gap bo'lsin, oy. Voy, baraka toping. Oling. Hay, tez qimirlang. Bo'ling. Mana, Rahmat. bo'ladi. Oy, siz nima ichasiz? Men choy ichaman. Voy, Choyingiz qani? Choy hozir. Menimcha zo'r sovg'am bor. Uni qarab bering. Oling, jonim, oling mana qoshiqlari bilan. Xullas, o'sha kuni siz bir tog'ora somsa qilasiz. Nilufar 2 xil pishiriq pishiradilar. Xo'p bo'ladi. Oyjon, mehmonlarni biznikida kutsaychi. Yaqinda pardalarni yuvib, tozalab qo'ygandim. Sizni mehmonxonangizda mebellaringiz arzon, bir balo. Xullas, yaxshi Zarinaxonnikida kutamiz. Oyijon, jonim bilan umuman qarshiligim yo'q, shu faqat ish bilan bo'lib bilasiz, charchab qolyapman. Anchadan beri uylarimni yig'ishtirmaganman. Voy, hech qisi yo'q.
Mana bugun ishdan keyin ovsingiz ikkovinglar bir pasda yig'ib terib tozalab chiqasizlar. Pardalaringizni almashtirish keragi yo'q, chunki yaqinda o'zi yangi parda tutgansiz. Oyijonim, shu desangiz bugun kechki rahbarimni tug'ilgan kunlari edi. Restoranda ziyofat beryaptilar. Agar ruxsat bersangiz, borib tabriklab kelsam. Bilasiz, har holda rahbar endi bormasa bo'lmaydi. Voy, albatta, rahbar odam aytgandan keyin borishi kerak. Siz bemalol borib kelavering. Mana ovsingiz o'zi bir pasda yig'ishtirib qo'yadi hammasini. Oldin yig'ishtirib chiqasiz, opangiznikini yaxshilab, keyin o'sha pishirig'ingizga harakat qilaverasiz, xo'pmi? Xo'p. Oyijon, somsadan xavotir olmang. Men tug'ilgan kuningizga shunaqa zo'r joydan bir tog'ora emas, 2 tog'ora somsa buyurtma qilib qo'yaman. Mehmonlarni og'zlari lang ochirib qo'yadi. Ko'rasiz, umuman uyaltirib ham qo'ymaydi. Ko'ngingiz xotirjam bo'lsin. Xo'p, sizga ishonaman, jonim bolam. Bo'ldi, oyijon. Men kech qolyapman. Tezroq bora qoling. Xo'p, mayli. Boring. Ilohi omin. Kuningiz yaxshi o'tsin. Allohga. Yeb qo'yarsiz, Nilufar. Mayli, oyijonim. Ko'rishamiz. Xo'p, mayli, yaxshi borib keling, Rahmat. ehtiyot bo'lib. Ha, keyin pishirig'ingizni bolangizni uxlatib, keyin pishiring, xo'pmi? Men bolaga qarashga toqatim yo'q. Judayam haligi besaranjom bolangiz, odam charchatib yuboradi. Xo'p bo'ladi, oyijon. Mayli, men ovsingizni kuzatib qo'yay. Xo'p. Voy, yig'lab qoldi shekilli. Xo'p bo'ladi hozir. Yoqmaydi-da. Chiroyli. Ko'ningni oldida meni sochig'im nima bo'pti? Zarinaxon, Labiyojon. bolajonim, qaravoring bu yoqqa. Oyijon. Haligi esimdan chiqib qolmasdan oyizlarga qo'ng'iroq qilib bering. Tinchlikmi? Yig'inga aytib qo'yay. Ha, hozir oyijon, xo'p bo'ladi. Oyijon, cho'qing. Oyi, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat, biz yaxshimiz. Dadam yaxshimilar? Hammasi yaxshi, oyijon. Oyijonim siz bilan gaplashmoqchi edilar. Hozir telefonni beraman. Alo. Assalomu alaykum, Xudojon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Uydagilar yaxshimi? Qudam yaxshimilar? Bolalar katta bo'lishyaptimi? Ha. Rahmat, biz ham yaxshi o'tiribmiz. Haligi qo'ng'iroq qilib, sizni bezovta qilayotganimdan maqsad shu dam olish kuni xabaringiz bo'lsa kerak. Kichkinagina bir xudoyi qilayotgan edik. Shunga vaqtingiz bo'lsa tashrif buyursangiz, boshimiz ko'kka yetgan bo'lardi. Xo'p bo'ladi, Xudojon. Albatta boraman. Ha, albatta. Yo'q, hech narsaga ovora bo'lmang. Hamma narsani tayyorlab qo'yganmiz. Siz o'zingiz kelsangiz bo'ldi, ha? O'zingiz kelganingiz, sizni tashrifingiz katta sovg'a. Xo'p, nasib qilsa boraman. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Kelinglar o'zingizlar ham mehmonga. Aylanib ketay sizdan. Xo'p. Sog' bo'ling, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, kutamiz, ha? Xo'p, xayr. Albatta keling, xo'p. Xo'p dedilar. Ha. Qudamsiz yig'ilishim o'tarmidi. Oyi, yangi ko'ylagingizni kiyasiz-a? Siz sovg'a qilganmi? Xudo xolasa, albatta. Unga mos taqinchoqlar ham kelib qolar, xudo xolasa. Ay, qudam qo'ymaydilar. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Zo'r qilib nishonlaymiz, xudo xolasa. Nilufarxon, Voy, Labiyojon, ovqatingiz bo'lib qoldimi? ovqat, ha, hozir. Haligi oyijon, men ham oyimga qo'ng'iroq qilib beraymi? Ha, oyijoningizga qo'ng'iroq qilib ayting. Vaqtlar bo'lsa, bo'sh bo'lsalar, birrov kelib ketsinlar, xo'pmi? Xo'p, Ovqatingizni tezlating, jon. Bo'ling. xo'p bo'ladi.
Navbatga na boshqasiga hech kimga tushunarlimi? Agar kimdandir Ha, tinchlikmi? sizlarga zarracha ishonchim qolmaydi. Gapirsanchi, tinchlikmi? Politsiyaga tushunib Voy, yig'madimi yo'qmi bilmayman telefon. oyijon yig'inga xudo xolani mulozamat qilib chaqirdilar-da. Menga bo'lsa oyingizga telefon qiling. Xohlasa kesinlar ayting dedilar. xo'sh. Nima xo'sh? Opajonni oylari odamu meni oyim odam emasmi? Doim shunaqa qiladilar. Pashshadan fil yasamagan. Nima farqi bor? Sen chaqirdingmi? Oyimlar chaqirdilarmi? O'zi sizlar ayolni juda bir takalluf yaxshi ko'rasizlar. Nimaga shunaqa? Botir aka, menga-ku nima qilsalar mayli. Lekin oyimni mensimasliklariga shundoq qarab tura olmayman. Kelganimdan beri shu uyda meni ham yerga uradilar, onamni ham. Hech kim onangni yerga urayotgani yo'q. Mana qara, umuman mehmonga aytmayman demabdilar-yu, to'g'rimi? Shunchaki sendan ayttirdilar xolos. Shu ham muammomi? Menga qara. Sanchi oilaga telefon qilgan. Kelib, oyijonim tayinlab etdilar, kelib mehmon bo'lib ketar ekansiz degan. Kelsalar o'zimizni yaxshi kutib olamiz. Keyinchi o'zim ham olib borib qo'yaman. Shu arzimagan narsaga yig'isi qilib nima qilasan? Senga yarashayotgani ham yo'q. Bu arzimagan narsa emas, Botir aka. Mayli Nilufar. Hozir oyimni eshitib qolsalar, yana xafa bo'ladilar. Ortiqcha gap ko'payadi. Xo'p. O'zingga kel. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Oling Bahrom aka. Rahmat. Bahrom aka, O, anchadan beri bitta narsani o'ylab qoldim. nima ekan? O'rtog'imga borib keldim-ku, yaqin deysizlarmi? Voy, uylarni shunaqa ta'mirlab qo'yishibdi. Yo'q. Ko'rib havaslarim kelib ketdi. Oxirgi uslubdagi ta'mirlash bo'pti. Ana high-techmi nimadir deyiladi-ku. Shunaqa havaslarim kelib ketdi. Biz ham qachon ta'mirlaymiz? Keyin yana tez orada o'sinim ham chiqib ketsa, ularning xonasini bolalarimizga xona qilib berardik. Ta'mirlab ham berardik. Ishing joyidami sani? Qayerga chiqib ketadi? Qayerda yashaydi ular? Ha, endi bir kun baribir chiqib ketish kerak-ku. O'zichi nimadir qilib bo'lsa ham, shu ukangizga bir xonali bo'lsa ham, kichikroq kvadratda bo'lsa ham uy olib berishimiz kerak. Bilasiz, topgani zo'rg'a ro'zg'orga yetsa, Xana sizdan ham yordam bo'lardi. Endi ukangiz qolib, biz kattaroq oilamiz-ku chiqib ketmaymiz-ku dadasi. Undan tashqari, shu uyni amallab ta'mirlab, 3-4 yil yashab tursak, keyin qimmatroqqa sotardik. Sekin-sekin kengaytirib hovli ham qilardik. Bilasiz, oyijonim ham yoshlari katta bo'lib qoldi. Ularga hozir alohida e'tibor kerak. O'zlarini shinamgina xonalari bo'lishi kerak. Buni g'amini kim yeydi? Siz bilan men yemasam. O'sinim bilan ukangiz yeydimi? O'zi ro'zg'ori zo'rg'a eplayotgan bo'lsa, oyijonimning ko'ngillariga qarash sizni, qolaversa meni vazifam. Men shuni o'ylayapman, dadasi. Gapingda jon bor. O'ylab ko'rish kerak ekan. Bilasiz-ku, doim yaxshilik bo'lsin deyman. Har holda ukangiz shu bahona uyli bo'lib olardi. Biz bo'lsa alohida sekin-sekin kengaytirib hovli qilib olardik. Oyijoni ko'ngillariga qarardik. To'g'ri. Mayli, bir gap bo'lib qolar. Nilufar? Hoy kelin. Labi oyijon. Bemahal yotib uxlayapsizmi? Xonangizga kirib olib. Bola bilan bo'lib ko'zim ilinibdi, uzr oyijon. Sizga necha marta aytganman? Oshxonada yo'qsiz idish qolmasin deb. Shuni yuvib qo'yib kirib ketsangiz bo'lmasmidi? Oyijon, men oshxonani yuvib, yig'ishtirib keyin kirib ketgandim. Ana turibdi-ku.
Menimcha opajon bilan mulla akam ovqatlanishgan shekilli. Ha, opajoningiz ovqatlangan bo'lsa, siz yig'ishtirib qo'ysangiz haqqingiz ketmaydi. Opajoningiz bechora ertalabdan kechgacha ishda. Charchab kelgandir. Charchagani uchun dam olgani vaqtliroq kirib ketgandir. Siz kuni bo'yi uydasiz kelin, xohlagan paytingizda dam olishingiz mumkin. Ha, turmang, bo'ling, yig'ishtiring. Xo'p. Keyin bitta achchiqroq choy damlab kirarsiz. Xo'p bo'ladi oyijon. Hamma narsani aytish kerak. O'zi bilib bir ish qilmaydi-ya. Oy, uzr. Cho'chitib yubormadimmi? Yo'q. Tozalayapsizmi? Ha, sal changib qopti. Shunga tozalab qo'yay degandim. Nilufar, Labbi, sal ehtiyotroq bo'lib borting, xo'p? nimaga? Juda taqir-tuqir qilibdingiz, shunga kirdim o'zi. Har holda oyijonim qimmatga olib berganlar sarpamga. Endi siz oyingiz bunaqa narsalar olib bermaganlar-yu, qayerdan ham bilardingiz? Chetlari uchib qolmasin. Ehtiyot bo'lib, puflab artib tozalang, xo'p? Xo'p bo'ladi opajon. Bo'pti. Kech qolmang. Mayli, yaxshi boring. Nilufar. Hey Nilufar. Labbi. Bo'p qoldimi? Ha, mana Bola hozir. qolmayapti menga. Hozir. Tezlashib qol. Buyur. Xo'p. Mana hozir. Nilufar, tez qimirlang, mehmonlar kelib qolishadi hozir. Bo'ldi. Bo'ling. Voy oyijon. Nilufar, qarang. Hozir tashlab chiqayoy. Oyijon, ko'ylak sizga rosa yarashibdi. Rahmat. Xuddi o'zimga tikilganda-ya. Voy, soch turmagingizni ham zo'r qilibman, ha? Ha. Libosingizga rosa zo'r tushibdi. Rahmat jonim. Taqinchoqlaringni ham o'zi bilib oldim, oyi, bugun bitta bo'lasiz. Didingizga gap yo'q, kelin. Umringiz uzoq bo'lsin. Xo'sh, hamma narsa tayyormi? Hammasi tayyor oyijon. Salatlarni qo'llarimni o'ynatib tashladim. Voy, mevalarni shunaqa zo'r kesib tashladim. Pishiriqlarga gap bo'lishi mumkin emas. Og'zingizda erib ketadi. Kelgan mehmoningiz rahmat deb ketadi. Keliningizni qo'li dard ko'rmasin deydi, ko'rasiz. Somsa? Hozir keladi somsa ham oyijon. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Ay, rahmat, baraka topinglar. Hammasini ko'nglimdagidek qilasiz. Barakalla. Voy, Oyijonim keldi shekilli hozir. ochingchi. Hozir. Oyijonim. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Jonim. Qizimsan? Charchamadinglarmi? Assalomu alaykum. Keling, xudo keling. Va alaykum assalom. Qizimsiz? Rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Qiynalmasdan yetib keldingizmi? Rahmat, hammasi yaxshi. Rahmat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Oyijon keling. Keling menga. Aha. Qanaqasizlar? Charchamadinglarmi? Assalomu alaykum. Voy, keling. Assalomu alaykum. Keling opa. Assalomu alaykum. Keling qo'lingizdagi menga bering. Oyijon, Qo'yavering, o'zim yopaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamasdangina. Turgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Mana shu arzimagan sovg'amni qabul qilsangiz. O'zim ataylab Turkiyadan olib kelganman. Voy, rahmat, xudo. Buyursin. Yoqdimi? Voy, juda ham chiroyli. Voy, qarang, qanday yaxshi, chiroyli. Bundan ham yaxshilariga arziysiz, xudojon. Xudo rahmat sizga. Buyursin. Yaxshiligingizga qaytaring. Xudo arzimasa ham tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Xudo, ovora bo'psiz-da. Nima qilardingiz? Adiyollarimiz ko'p edi, shundog'ami? Yana bittaga ko'paydi oyijon, hech qisi yo'q. Voy, ichkariga kiringlar. Turib qoldik. Rahmat. Olarsiz. Oyijon keling, bu yoqqa keling. Kiring, xudo, kiring. Chiqing tepaga, chiqing. Yaxshimisan qizim? Sizmisan? Sonlaring. Kiraveringlar.
kelibsizlar, xush kelibsizlar. Kelinglar, chiqing oyijon. Xudo xohlasa chiqing o'rtoqlar. Men hozir kelaman. Yaxshi o'tirib turinglar. Olib o'tiringlar. Ha, tog'oralar tayyorlab qo'ydinglarmi? Ha, Qani tayyor. shoshib qolmaylik. Bo'ldi. Bu qudammi tog'oralari? Oyijonim olib keldilar. Dasturxonlaridan tanidim. Voy, baraka topsinlar. Qudam o'tgan safar yig'inimda bir tog'ora tandir kabob qilib kelgandilar. Bu safar shashlik qilib kelibdilar. Voy, hammani og'zida mazasi qoldi ya. Rostdanmi, oyi? Ha, baraka topsinlar. Ano yaxshi qilib solib berdingizmi? Ha, soldim oyijon. Patr soldingizmi, ish qilib non solmadingizmi? Patirdan soldim, oyi, xavotir olmang. Juda yaxshi qilibsiz. Mana bu tog'ora kimniki? Bilmadim, oyi, eslolmadim. Kimdir ham olib keluvdi. Bu tog'ora oyimlarniki? Xonim chimanda ish qilib xonim ko'tarib kelmabdilarmi qani? Yo'q, somsa. Ha, somsaga buyurtma bergandik-ku. Oyingizga qo'ng'iroq qilib aytmadingizmi? Odam bundoq surishtiradi-da, qudajon nima eskam, nima olib boray deb. Ko'tarib kelavermasdan, axir qudanikiga kelyaptilar, qo'shnikiga chiqmayaptilar-ku. Ha, mayli, bo'lar ish bo'pti. Buni bo'shatinglar-da, tan 4 ta non solib tugib qo'yinglar. Xo'p, bo'ladi oyijon. Xo'p, oyijon. Ah, Zarinaxon, Tabiiy. mehmonlar bilan ozgina o'tiring, oyijoningiz yonlarida. Bo'ldi. Hozir. Bo'ling. Xush kelibsizlar. Mani yaxshi ko'rgan kelinim Zarinaxon, mehriboni, mani oyoq qo'lim mana shu. Hamma narsa dasturxonlari ham shu qilgan. Aynan ketaysizda. O'tiring. Voy, qudajon, voy xudo o'tirsangiz bo'lardi. Rahmat, maza qilib o'tirdim. Bugun dugonalarim bilan gapim ham bor edi. Shunaqami? Ha, mayli. Kelganingizga rahmat, baraka Sog' toping. bo'ling. Rahmat. Men Botirjonga aytaman, olib borib qo'yadi. Yo'q, hozir qudangiz kelib olib ketadilar meni. Ha, voy, unda pastgacha kuzatib qo'ying. Rahmat, yur hali. Yuring. Mayli bolam. Yaxshi qolgin. Oyijon, ozgina o'tirsangiz bo'lardi. Bolam, o'tirdim. Maza qilib o'tirdim bolam. O'zing charchamayapsanmi? Charchamadingmi? Qiynalmayapsanmi? Hammasi yaxshi. Qiz bolani boshida shunaqa narsalar bor-da bolam. Sabrli bo'lsang, hammasi joy-joyiga tushadi. O'zingiz yaxshimisiz, oyijon? Yaxshiman, Ukam yaxshimi? Mazingiz yaxshimi? Rahmat. Xonimlarni pishirib qiynalib qolmayapsizmi bitta o'zingiz? Voy, Hech ham bolam, borolmayapman oldingizga. Hali bozor ham qilishim kerak. Ertaga xonim qilib chiqmasam yana bo'lmaydi, tirikchilik deb qo'yishibdi. Qudam qani? Xayrlashib ketay degandim. Oyijon, Xudo xolani kuzatishga chiqqandilar. Ha. Voy, ana o'zlari kelyaptilar. Ay. Voy, quda, ketyapsizmi? Endi o'tirdik, maza qilib o'tirdik. Endi bora qolay. Voy, yana ozgina o'tiring, yeb ichib dam olib. Yo'q, mayli endi. Boraylik endi. Oyijon, turdingizmi? Ha, o'tirsangiz bo'lardi. O'tirdim, maza qilib o'tirdim. Manchi siz olib borib qo'yaman. Pastda mashinam bor. Xo'p? Voy, o'g'lim, Bo'laman. sen menga kerak bo'lasan, ketib qolmagin-a? Bolam, siz ovora bo'lmang. O'zim bir pasda yetib olaman. Hozir mashina seroq, bir pasda yetib Unaqa oladi. deman, sizni pastgacha kuzatib qo'yaman. Mayli, quda. Mayli. Yaxshi Yaxshi boring. qolinglar, Hop, mayli, oyijon. kelinglar boshqa. Mayli bolam. Mayli oyijon, yaxshi yetib oling. Tez-tez qimirlang. Xo'p bo'ladi. Qaranglar. Katta qudam menga nima sovg'a qildilar? Zo'r oyijon, zo'r. Buyursin oyijon, buyursin. Rahmat. Qudangiz sizni juda ham yaxshi ko'radilar-da. Ah, nimasini aytasan? Hammani oldida obro'yimni ko'tarib berdilar. Ovsinlarim, qayin bo'yinlarim og'zi lang ochilib qoldi. Ah, iloyo yaxshi kunlarga qaytaring. Oyi. Odamning qadri mana shu matohlar bilan o'shlanadimi? Sen umuman gapirma. Shuncha yaxshi joylar qolib, mana shu nazari pastga uylanaman deb turib olding. Olib kelgan narsasi bitta adyol. Voy tavba, qudaga ham adyol sovg'a qiladimi?
Xabaringiz bor. Qaynonam bebola. Bozorda xonim sotib kun kechiradi. Ro'zg'orni shular bilan boqishadi. Hali uylanmagan bolalari bor. Uy-joy qilish kerak, to'y qilish kerak. Sen umuman gapirma. Bir to'g'ri somsa qilib ketdi, adyol etmagandek. Yaxshiyam hech kim ko'rmadi. Ammalaringni oldida agar yer yorilardi, yerga kirib ketgan bo'lardim. Ey tavba, tavba. Peshanang sho'r ekanda. Shu xotinga uylanib, bitta sarpa kiymading-a? Mana akang mana aytganimni qilib shundoq joyga kuyov bo'ldi. Yegani oldida, yemagani ketida, erkak kuyov bo'lib yashayapti. Bo'lamsan-da, baribir achinaman. Achinmayman oyi. Men hayotimdan mamnunman. Xotinim xushmuomala, oqila, baxtliman. Yoqimli ishtaqa. Yaxshi dam olinglar. Eshitibsan? Darrov xotinini maqtaydi. Ay, xudoyim. Kel, choy qo'yib bering. Ey Xudoyim, yolvoraman. Qaynonamni menga nisbatan mehrli qil. Meni ham odam o'rnida ko'rsinlar. Ukalarimga shunday omad berganki, onamni hayotida ham yorug' kunlar boshlansin. Bechora onamdan marhamating ayama. Qaynonamga insof ber. Oyijon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshi, Xudoga shukr. Dadam yaxshimilar? Shukr, hammasi yaxshi. Oyi, qayerdasiz? Uyda edim. Tushunarli. Bu narsa olib, oyimlarni ko'rgani kelib keting. Nima gap? Shu oyoqlari toyib yiqilib tushib, oyoqlari sinib qoldi. Voy, qachon bo'ldi? Yo, tinchlik, endi ko'ngil uchun. Men hozir chiqib milliy taomlardan bu narsalarni olaman-da, yetib boraman. Yo'q, oyi, unaqa ko'p narsa olib oborib bo'lmang. Birovga kelib ketsangiz bo'ldi. Xo'p. Xo'p. Bo'pti, rahmat, oyi, kelib ketarsiz. Hozir boraman. Xo'p. Xudojon, yaxshimisiz? Ishqilib, ko'rgan kechirgan shu bo'lsin. Nima bo'ldi o'zi? Endi bilasiz, Xudojon. Haligi palakat oyog'i ostida deb bekorga aytishmagan ekanda. Shu uyimiz oldida bir ochiq havoda nafas olay deb chiquvdim. Uzoqqa ham ketganim yo'q edi. Podyezd oldida muzlama bor ekan, shuni ko'rmay qolmadi. Oyog'im sirpanib ketib, yiqilib tushsam degan. Palakatda ehtiyot bo'lsangiz bo'lar ekan. Oyijonimlarga o'zi ko'z tekkan. Tug'ilgan kunlarida rosa chiroyli bo'lib ketgandilar. To'ppa-to'g'ri. Endi bundan buyog'iga ehtiyot bo'lib bering-a. Hamma yo'lda muzlama, sekin-sekin yurish kerak-da. Iloji bo'lsa-chi, ishingiz bo'lmasa ko'chaga chiqmaganingiz ham yaxshi. Sovuqda. Peshanada bor ekanda, Xudo. Yurish-turishga ozgina qiynalyaptilar, xolos oyijon. Biz mana Ovsinim ikkalamiz bormiz. Qo'ldan kelgancha qarab turibmiz, oyijon. Kelalarim baraka topsin. Xohlagan ovqatimni pishirib berishadi. Nima yegiz kelyapti? Mana biror narsa olib kelaymi kelgan Yo'q, safar? Xudojon, rahmat. Xudoga shukr, o'g'illarim yetkazib berib turishibdi. Telefonda bir og'iz aytsam, hopki berishadi. Baraka topsin hammaga. Oyijon, uzr. Oyimlarga xavotir olib qo'ng'iroq qilib men xabar bergandim. Darrov ishlarini tashlab yetib keldilar. Qo'ng'iroq qilish bilan to'g'ri yetib kelaverdim. Voy. Zarinaxon bekor ovora qilibsiz-da. Xudojon, hammasi yaxshi, xavotir olmang. Hech ovorasi yo'q. Xudo andachilik shunaqa kunlarda kerak bo'ladi-da. Nima kerak bo'lsa menga ayting, hammasini olib kelaman. Xo'p, Xudojon? Xo'p. Agar bu vaziyatda oyimlarga aytmasam, meni rosa jahllari chiqardi, oyi. Mayli bo'lmasa, Xudojon, yana kelaman. Tezroq sog'ayib keting, yaxshi o'tiring. Ko'rgan kechirgan shu bo'lsin, maylimi? Men bora qolay endi. Yaxshi boringlar. Rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Hammalarga salom ayting. Xo'p, mayli. Tezroq sog'ayib keting. Siz yotib turavering, xo'p? Oyimlarni kuzatib hozir kiraman. Bemalol kuzatib keling. Zarinaxon, shu eshikni qiya ochib qo'ya qoling. Xo'p, oyijon. Havo kirib tursin. Nimagadir yuragim siqilib ketdi. Hozir kiraman. Xo'p. Qara, yaxshi ish bo'lmabdi-ya. Nimasini aytasiz, oyi? Shu og'rimagan boshimizga tashishib o'tiribdilar. Palakat. Menga qara,
yana qaynanam yurolmayapti deb o'zing ko'tarib suyab o'zingni qiynab yurmagin a yo'q oyi man sani bunaqa kasallarni ko'tarishga tug'maganman bolam o'ribmanmi ana qancha xizmati bo'lsa o'zinim qilsin men bunaqa ishlarni qilmayman bilasiz manga qara yoki bo'lmasa xizmatkor olsin pulini to'lasa qaraydigan ayollar ko'p xo'pmi hozir pul qayoqda oyi shuni ham hozir kuyovingizni bo'yniga ilib qo'yishadi qo'ying mayli o'zlari bilishadi ish qilibsan o'zingni ayagin xo'pmi o'zingni ayasang bo'ldi xavotir olmang Bolajonim, xo'p. meni bilasiz-ku o'zingizni qizingizman nima ish bo'lsa qilishim mumkin lekin bunaqa ishlarni qilmayman bilasiz To'g'ri buning uchun ana ovusinim bor baribir g'irt bekorchi qilsin to'g'ri man ishdagi odamman oyi shundoq ham charchab kelaman bu yoqda nevaralaringiz bor bu yoqda erim yana uy ro'zg'or yetmaganligi endi yurish turishlariga qarashim kerakmi bir kamida hojatxonaga olib borib yurishim qoluvdi dori darmonlarimizni olib berayotganimiz o'zi ham yetadi oyi shu ham katta xizmat bilsalar agar to'ppa to'g'ri qilasan manga qara xolang tug'ilgan kuni ertaga xabaring bor a esimdan chiqib qolishiga ozgina voy nima esingdan chiqmasin yana qaynanam kasal deb bormay o'tirmagin a yo'q oyi boraman vaqtli borgan man o'zim sovg'a qilishimga bitta chiroyli zire olib qo'yganman tilla Yomonsiz, a? ha sani olib borishingga bitta chiroyli turk ko'yligidan olib qo'yganman 5 yil qiladi mana shu tashrif bilan yurib sovg'a olishga ham ulgurmabman bo'ldi o'shani olib boraversak hammasi tayyor faqat vaqtliroq yetib borsak bo'ldi salonga kirib chochlaringni chiroyli qilib chiroyli ko'ylaringni kiyib yetib borgin birga borib maza qilib o'tiramiz anu eng qimmat restoran boru shuni aytamanda xolam shunaqa restoranda qiladiyu men bormaymanmi albatta boraman ana opasinim qarab o'tiradi maza qilib o'tiramiz ertaga yuring yana qulog'ini tashlab qo'ygan bo'lmasin tashqarida gaplashaylik qolganini ha yuring yuroqqa doktorlar ham oyizlar bir oy yurmanglar avaylab qarab turinglar deyishdi endi nima qilamiz qo'yinlariga qarab galma-galdan qarab boshqa yo'limiz yo'q ha to'g'ri menga umuman ishonib qolmanglar xo'p bilasiz men ishdagi odamman ertalabdan kechgacha ishdaman undan tashqari akangiz ham ertalabdan kechgacha ishdalar mana sizni ishingiz sal kamroq qolaversa nilufar xonim kuni bilan uydasiz to'g'rimi endi bitta oyijonga qarash jo og'irlik qilib qolmasa kerak man endi ishdan charchab kelib ham ro'zg'or ham bola chaqa ham akangizlar bu yoqda ham endi oyimlarga qarasam o'lib qolsam kerak qo'yinglar xullas menga ishonmanglar mabodo pul tomonlama yoki dori darmon kerak bo'lib qolsa akangizlar bilan hammasini hal qilib beramiz xavotir olmanglar u tomondan hammasi yaxshi ekan sizni tushundim opajon xavotir olmang bitta o'zim bo'lsa ham oyijonga qaroqliman nilufarxon birpasda xavotir olmang deb kesatishingiz shart emas qarasangiz qaynonangizga qarabsiz har holda o'zbekning kichik kelinisiz opajon xafa bo'ldilar shekilli a hammasi yaxshi rahmat yaxshiyam borsiz boringga shu ovqat sizib beraymi qorningiz ochmadimi mayli oyimlarga birinchi qarab chiqqin ho'p ho'p hozir oyijon keling qizim haligi sho'rvamiz tayyor bo'lib qoldi nima qilay suzib olib kelaveraymi ertalab ishtaham yo'q edi hech narsa yemaganman mayli olib kela qoling qornim ancha och qoldi bo'ldi hozir olib kelaman haligi ko'katlar solish esingizdan chiqmasin a ho'p bo'ladi oyijon rahmat
Zarinaxon. Alo. Haligi tashqariga chiqmoqchi edim. Shunga iloji bo'lsa bir kelib keting. Oyi, meni qo'ynam unaqa ishlarni ko'tarmaydi. Nilufarni chaqira qoling. Nilufar, Labbay ojon. xonamga kelib keting. Xo'p bo'ladi. Hozir ojon. Ana ojon, choyshablaringizni chiroyli qilib almashtirib qo'ydim. Baraka toping, qizim. Keling sekin. Yotamiz. Voy, rahmat qizim. Sovqatmayapsizmi? Nilfarxon, o'sha oyingiz olib kelgan, tug'ilgan kunimda olib kelgan adyollari bor edi, issiqqina. O'shani olib chiqib bera qoling. Shuni qudam adyollarini yopinib yoting. Bu biroz yupqalik qilyapti. Bo'ldi. Hozir olib chiqaman. Iloyim Xudo, oyoqqa turib nabiralaringizni to'ylarida bosh bo'lib yurish nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Ay Xudoye, shu sirpanchoqda ovora bo'lib kelibsiz-da. Voy, ovorasi bormi? O'zingiz yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ancha yaxshiman. Xudoga shukr. Nilufarxon parvarishlayapti. Juda ham girdikapalak bo'lib atrofimda har doim. Baraka topsin. Xudo shunaqa qizni tarbiyalab katta qilganingiz uchun sizga ham ming rahmat. Voy, nimaga rahmat deysiz? Yaxshimisiz axir? Sog'ligingiz hammasi joyiga kelyaptimi? Sekin-sekin sabr qilib tursak, Xudo xolasa oyoqqa turib ketaman. Iloyim, iloyim. Qarang. Qizim yo'q deb ko'nglim o'ksirdi. Nilufarxondek qizim borligidan xursandman. Voy Xudoy, o'zingizni qizingiz-ku. Sizga xizmat qilmasdan kimga xizmat qiladi? Oy, shuni ayting. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyjon, birozdan keyin dori ichadigan paytingiz bo'ladi. Shuni aytgani kelgandim. Bo'lmasa men tura qolay bo'lmasa. Yo'q. Nilufarxon osh qilyaptilar. Osh yemasdan ketmaysiz, Xudojon. Nilufar qizingiz qo'li juda ham shirin. Oshni shunaqa shirin qiladilar. Ha, qola qoling ojon. Osh yeb keta qoling. Voy Xudojon-ey, jon deb qolardim-u. Somsa buyurtma olgandim. Qo'shnimiz yig'in qilyapgan ekan. Borib shuni harakatini qilay.
shunga. Nimayam deyman xudojon. Kelganingizga rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Eson-omon yetib oling. Uydagilarga salom deng hammasiga. Siz ham yaxshi bo'lib qoling. Xo'p, mayli. Mayli. Iriyojon, sizni kuzatib qo'ying. Yo'q qizim, sen oyijoningni yolg'iz qoldirmagin. Xo'pmi qizim? Yaxshilab qaragin. Xo'p. Mayli. Mayli, Ketdim xudojon. bo'lmasa. Mayli Xo'p, qizim, yaxshi qola yetib qolgin oling. qizim. Yaxshi Mayli. yetib oling, oyijon. oyijon, qaynatam chet elga bilet bergan ekanlar yangi yilga. Shunga keliningiz bilan bolalarni olib dam olib kelmoqchi edik. Nima deysiz? Nima derdim? Yaxshi borib kelinglar. Dam olib kelsanglar, o'ynab kelsanglar, men faqat xursand bo'laman. Faqat o'g'lim u yoqdan qaytganinglardan keyin uyni harakatini qilgan. Har qalay, sen katta o'g'ilsan. Men ukam bilan yashamoqchiman. Iya. Hazillashyapsizmi, oyi? Siz seni olib qolaman, men bilan turasan deb aytardingiz-ku. Kelinni qizimdek ko'raman derdingiz. Ha, oyijon. Undan tashqari yaqindagina oyoqqa turgan bo'lsangiz, sizni hozir birovga ishonib topshirib keta olmayman, oyi. Qolaversa hozir chet el bet el ham ko'nglimga sig'mayapti. O'g'lingiz ketaylik, dam olib kelaylik, avval ko'rib kelaylik, keyin oyimlarni ham olib ketamiz deb qo'ymayaptilar-da. Hozir ko'nglimga hech narsa sig'maydi. Sizni umuman hech kimga ishonib topshirib keta olmayman, oyijon. Kasal yotganimda bemalol ishingizga borib, ishlab yurish ko'nglingizga sig'di-ku. Bemalol Nilufarga ishonib tashlab ketavering. Nilufar menga juda yaxshi qaraydi. Oyijon, men ham Nilufardan kam qaramadim shekilli. Yaxshi borib kelinglar. Shu uyda aybim. Ishlaganim bo'ldi meni. Endi men yomonman. Nilufarxon, Labay oyijon. ishlaringiz ziq bo'ldingizmi? Ha, ozgina qoldi. Hamma joyi biram toza qilib qo'yibsiz-ki. Saranjon, sarishtaligingiz menga juda ham yoqadi. Umuman, men kasal bo'lib yotganimda ham astoydil qaradingiz. Mehnatlaringizga, xizmatlaringizga rozi bo'ling, qizim. Qilgan yaxshiliklaringizga Allohim o'zi ajrini bersin. Voy, nimaga unaqa deysiz, oyijon? Sizga bir narsa bermoqchi edim. Bu zirayni oyim rahmatli bir paytlar menga berib, mabodo qiz farzand ko'rsang, qizingga berasan degandilar. Mana endi buni sizga bermoqchiman. Chunki siz endi meni kelinim emas, qizimsiz. Oyijon, yo'q, qanaqa bo'lar ekan? Qani taqib ko'ringchi. Oling, pulimni qaytarib. Xo'p. Yarashdimi? Juda ham chiroyli. Unisini ham taqib oling, qizim. Ana, bu ham sizga. Rahmat, oyijon. Qizim, agar bilib bilmay dilingizni og'ritgan bo'lsam, meni kechiring. Unday demang, oyijon. Mendan ham o'tgan bo'lsa, uzr so'rayman. Yo'q. Men sizdan roziman. Baxtli bo'ling. Rahmat.